sizga tanishtirib o'taman. So, dear friends, introducing fighters. Ko'k burchakda in blue corner. U 35 yoshda. He was 35 years old. U Eronning Mazandaran Mahmadobod shahridan. He is from Iran. Mazandaran Mahmadobod city. Trainer, coach Mehdi Fahimi, representing Thunder Club. Height bo'yi 198 cm, 198 cm. Weight og'irligi 110 kg, 110 kg. Professional record. Professional natijasi 3 fight, 3 win. 3 ta jang, 3 ta g'alaba. Olqishlaringiz Poymon Rezapur Eron. Va uning raqibi qizil burchakda. Diqqat qiling. Sportchi 28 yoshda. O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Andijon shahridan. MMA bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, murabbiyi Jasur Alijonov, Bobur o'g'lonlari Andijon sport klubi a'zosi, bo'yi 187 cm, og'irligi 120 kg. Professional natijasi 15 ta jang, 11 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyat. Olqishlaringiz do'stlar, Qodirxon Super og'ir vazn toifasidagi bugungi kechadagi dastlabki jang ular ikkita asosiy hamlasi. Пожали руки. По углам, пусть победит сильнейший. Bo'y borasida 11 cm ekan. Farq bor. Jang boshlandi. Masofada ushlab turishga harakat qiladi shubhasiz. Poymon Rezapur. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ko'rmay qoldim. 1 soniya. Nima bo'ldi? Qanday holat yuzaga keldi hozir? Jang yakuniga yetdi. Mayli, g'alaba bizning jangchida. Qodirxon G'aniyev. Ana endi takrorlab ham ko'ramiz. Low kick do'stlar, birinchi low kick va jang yakuniga yetmoqda. Ko'rmay qolgan ekanmiz, faqatgina takroriy lavhada kuzatdik. Hammasi qoidaga binoan, hammasi aniq. Mana o'sha vaziyat, o'sha jarayon bitta low kick zarbasi bilan jang taqdirini hal etmoqda. Qodirxon G'aniyev ham bekorga emasda. Kechasi Open FC chempionligini qo'lga kiritish oson emas. Ana shunday low kicklar bilan jangni yakuniga yetkazishi mumkin bo'lgan sportchi. Asabiylashdi. E'lon qilamiz. Jangimiz bor yo'g'i 23 soniya davom etdi va unda texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Qodirxon G'aniyev. Qodirxon G'aniyevning qo'li baland ko'tarilmoqda. Mana shunday xursand bo'lyapti G'aniyev. Murabbiylari sekunda tartibga Muzaffar Rajabov. Janglarni diqqat bilan kuzatib boryapti. G'ayrat Turg'unov bilan birgalikda, G'ayrat Turg'unov Live TV aynasi bilan birgalikda jonli efirda kuzatayotgan. Platforma
ijrochi direktori bilan birgalikda. Yorqin janglar. Hammasini ko'rdik-a bugun. To'liq jang ham kuzatdik. Knockout, submissionlar. Qarang, low kick ortidan knockout bo'lgan jangni ham, ya'ni bahs yakuniga yetganligini ham kuzatdik. Mana o'sha zarba. Qiynalib ketdi hozir Rashidentimiz, takrorlab qidiraverib. Orasidan mana shunday zarbalar. Endi albatta hazil bilan aytib o'tyapmiz. Bu zarba endi nima qilsin? Albatta G'aniyev o'z ishini bajardi. Low kick yo'lladi. Biroz noto'g'ri qo'ygan ekan o'sha vaziyatda himoyalanishni ham bilish kerak. Aslini olganda low kick zarbasidan